Ya o buyruqqa bo'ysunmasa atib tashlaydi. Shu Afg'onistonga borganimiz biz o'shalarning siyosiy o'yinini qurboni bo'ldik. O'kinishga o'ray. O'z uyim o'lan to'shagim deydi. Аты-жөніңізді таныстырып өтсеңіз. Ben Rahmanov Absalom Mamatalievich, Kelis audanida tug'ilib o'sganmiz. O'sha yerda maktabni bitirib, Qancha vaqtdan beri namoz o'qiysiz? o balalik kezden Qay mazhabda? Abu Hanifa mazhabida. Bayag'ında yosh kezimizda o mazhab turali angime bo'lmagan, mazhab jayli hech kim bizga tushuntirmagan. Sodan kelganimizdan keyin mazhab ne ekanini bildik. Kelganda qay yoqdan kelgan? Afg'onistondan kelgandan keyin Ne masaladan borsiz? Afg'onistonga shu jihad deb borganmizga Tahir Yo'ldosh, Juma Namangani degan kishilarni aytgan nelariga erib bordik-da endi. So'larning shag'iruvi men Ne va'da berdi shaharga qilmadi? Endi bizda negizinde borgan jihad deb borganmiz, biz jihadni ko'rmadik qo'yoqda. Biz kinoda ko'rganday, kitoblarda o'qiganday, va'zlarda tinglaganday shahidlik degan maqomga qiziqtiruv bo'lgan qo'y. Shahid bo'lsang degan o'ymen ketganmiz qo'y. Alloh yo'lida o'lib ketamiz deb. Endi Xudoy uchun bo'lsa mayli ekan. Vaqtda Xudoy uchun emasligini ko'rgandan keyin adam o'ylanadi qo'y. Uni qancha vaqtda tushundingiz? U borgandan keyin poложениeni ko'rgandan keyin adam tushunadi qo'y. Istеген harakatlaringizga hozirgi kezda o'kinsizmi? O'kinaman qo'y. O yoqda ne ko'rdingiz? O yoqda so'g'is ko'rdik, ne ko'rdik? Sonda kim so'qisdi bu yerda? Afg'onlar bilan afg'onlar so'g'isdi. Bir 15 kun aniqda bo'lsa, 20 kun aniqda. Sonday qo'y. Topshirmasini o'rnatdi. Amoz yo'q qo'y, atib tashlaydi. Alayda so'g'is bo'lganda jonizdagi odam jarohatlanib, bo'lmasa ko'zingizni oldi, ko'z yumgan kezda birinchi o'yingiz sizda nima bo'ldi? Umrda qalammi ekan men degan. Tiri qalammi ekan degan. Qilgan ishlarimga o'kinaman chunki gul umrim o'tib ketdi-da mana. Qolgan umrimga shukrchilik qilaman endi bu yoqda. Qashqarning tinch qulog'im deydi qo'y. Tinchlik kerak bola-chaqam. Shu bola-chaqamni oldina kelganim o'zi. Alloh taolo jag'idan bergan bir ulkan ne'mat. Kelgandan keyin o'zimiz bordik 3 kundan keyin akam bilan birga Sarg'ashda komitetning boshlig'i so'kis aytdi. Anam dedi, suratlarni ko'rsatdim, mana kishilar taniysizmi? Ya taniyman, bular bari O'zbekiston odami, bular bari qaytib bo'lib ketganlar so'g'isda. So'ng bo'pti, baraber dedi. Tinch yur. Bizga da yaxshi sen tinch yursang dedi. Nu qaytganmiz, rahmat, hukumatga rahmat. Hozirgi o'sib ketgan yoshlarga qanday kengas berasiz? Namoz o'qiyman, musulmonchilikda yuraman degan yoshlar meshitga kelsin, imomlardan so'rasin. Namoz o'quvda meshitda yuradi, imomdan yuradi. O telefondan mumkin telefondagi to'g'ri söylemayotgan шығар. Imomdan yursin, imomdan o'tsa, imom o'zi meshitning imomida falan yerga borib o'qi deydi qo'y. Ammo Sarg'ash madrasasi, kollej kuchayib ketsa, keyin Nur Muborak universitetida o'qisin.